Xo'sh, seni nima taklifing bor? Boshla. O'zingdan ko'r. Aviapark, orzuyingizga harakat shu yerdan boshlanadi. Orzuyim sport bilan hamohang bo'lsa-chi? Proyekt ichida 2 tomonlama fitness zal, alohida ayollar uchun, alohida erkaklar uchun va tom ustida tennis maydonchasi mavjud. Bolajon xalqimizning bolalari uchun nima bera olasiz? Bolalar bog'chasi va maydonchasi uy hovlisi ichida. Hammanikiga o'xshagan uylardir-da. Zamonaviy arxitektura. Bir xonalik uydan 4 xonalik uylargacha. Boshlang'ich to'lov 95%dir-da. Boshlang'ich to'lov atigi 63 million so'm. Oylik to'lov esa 6 million so'mdan. Avtomobil qo'yish uchun joy muammoligi aniq. Bunga ham ajoyib yechim bor. 2 qavatli avtoturargoh. Demak, xomashyoda qanaqadir muammo bor. Bizning loyiha monolit va gazobloklardan qad rostlagan. Bunaqasi deyarli yo'q. Uylarni 80% ta'mirlangan holda topshiramiz. Ulgurib qoling. Uylar soni kamayib bormoqda. Aviapark majmuasi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish markazi hamda savdo va ovqatlanish komplekslarini o'z ichiga oladi. Bunda 250 dan ortiq ish joylari yaratiladi. Aviapark, hayotingiz balandlikda. U ham mayli. Aviaparkdan uy xarid qilsangiz, mashina yutib olish imkoniyati ham bor. Rostdan, Albatta. men ketdim Qayerga? Aviaparkga. Siz nima qilib o'tiribsiz? Hali ham shu yerdamisiz?